Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Diğer hafta xudo xolasa bugun 2022-yil Damas'dan geldiğim. Kraskalar toza. Ro'yxatda videoga ko'rib beraman hozir. Salon qismlari. Mashinamiz 2022 yil kezani. Metan gaz balonları bu. Holatlari zo'r mashinamizning. Yürüyen kilometre 45.000 yurt tuttu. Damas 2022 yılda işlep çıkarılan bohası 77 milyon so'm. Bank aldığından to'lovsiz 5 yıla 3 milyon so'm aylık to'lovlari. Gayın notariuslarına 3 milyon so'm aslında oldu. 3 milyon so'm pul bilan kelasizlar, mashinaning ketaverasizlar bir pasport bilan. Kimga qiziqar bo'lsa pastdan nomerlarimizni qoldiramiz. Diğer hafta kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalar olib kelsangizlar qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz. Buni ham sotib yuboring, xudo xolasa ertaga ofanet qilib beramiz.